Kime boshlaymiz? Ha. 243. Demek, boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz ekson, entron mavzusi. Qisqa, oson tilda tushuntiraman. Denga nechidanchilik bo'lardi? 2 danchilik bo'lardi, to'g'rimi? RNK 1 danchilik bo'lardi. Lekin biron bir oqsilni yoki oqsil tabiatli biron narsani ko'chirib olish uchun biza oldingi kitoblarda o'qigandik, ikkita jarayon bo'ladi. Transkripsiya bo'ladi, keyin translyatsiya bo'ladi. Transkripsiya bu DNK'dan informatsiya RNK'ni uchishi. Tushundinglar? Demak, DNK 2 zanjirdan 1 zanjirni ko'chirib olinishi transkripsiya deyiladi. Keyin mana shuni asosida oqsil bo'lardi, bu jarayon translyatsiya deyiladi. Demak, bundan keyin nima boshlanadi ekan? Translyatsiya. Oldin shunaqa o'rgatilgan. Lekin hozirgi yangi narsalarda, adabiyotlarda o'rtada bitta jarayon borligi haqida gap ketadi. Demak, transkripsiya va translyatsiyaning o'rtasida splicing bo'ladi. Qaysi jarayon ekan? Splicing bo'ladi. Qiynaqa emas. Misol uchun kiyimni zamovini yechib ochmoqchi bo'lsak, DNKning ikkita zanjiri bor. O'shani ochib yopmoqchi bo'lsak, o'rtada o'sha qistirgichi kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda ko'rsang, zamok tepasida qistirilgan narsa bo'ladi. O'sha yerda zamok boshlanadi, to'g'rimi? Ochsang ham, yopsang ham o'sha yerdan boshlaysan. O'sha joy DNKda promotor deyiladi. Nima deyiladi ekan? Promotor deyiladi. Promotorga RNK polimerazda birikadi. RNK polimerazda birikib, bu yoqqa qarab harakatlangan paytda, demak, hamma narsani ko'chirib olib, nimani olar ekan? Informatsion RNKni olar ekan, to'g'rimi? Informatsion RNKni ko'chirib ol. Ko'chirib olish jarayoni nima bo'lar ekan? Transkripsiya. Promotor bilan operatordan tashqari bu yoqqa qarab hammasi terminatorgacha bo'lgan joy genlar majmui deyiladi. Genlar majmui 2 xil bo'ladi. Bular ekson va intron. Ekson va intron. Bular nima degani? Aytaylik, erta bog'lik turib ko'p shokolad yedik, to'g'rimi? Kilo ko'rib shokolad yedik. Bu shokoladni hazm qilish uchun bizga insulin kerak. To'g'ri? Qand miqdorini qandda pasaytirish uchun insulin kerak. Insulin bu gormon. To'g'ri? Gormonlar ham oqsil tabiatli bo'ladi. Demak, bu insulinni biz tashqaridan olmaymiz, to'g'ri? Tashqaridan olsak bu saqir hisoblanadi. Bizga insulin yetishmayotgan bo'ladi. Biz tashqaridan olmaymiz. O'z-o'zi hazm bo'ladi. O'z-o'zi hazm qilishi demak, tana insulinni o'zi ishlab chiqaradi. To'g'ri? O'sha ishlab chiqarishi mana shu jarayon orqali bo'ladi. DNKdan insulin haqidagi ma'lumotni, ekson saqlaydi. Tushundinglarmi? Insulinni qanaqaligini bilishimiz kerak birinchi. Misol uchun, bitta joyga quruvchi kelsa, qurilish uy ko'tarmoqchi bo'lsa, birinchi chertyoz chizadi, to'g'ri? Uy mamlaqa bo'ladi, tomi mamlaqa bo'ladi, uy mamlaqa bo'ladi, hamma reja xonalar uncha-munchadan bo'ladi deydi. Busiz o'zini-o'zi kelib qurib ketish mumkinmi? Yo'q, albatta uy haqida ma'lumot kerak. Tushundinglarmi? O'sha ma'lumot qayerda saqlanadi? DNKda saqlanadi. DNKni ham qayerda? Ekson qismida. Tushunarli? Orasida intron keladi. Intron o'zida ma'lumot saqlamaydi. U prosta turadi. Tushunarli? Demak, ma'lumot saqlaydigan joy, ma'lumot saqlamaydigan joy, ma'lumot saqlaydigan joy, ma'lumot saqlamaydigan joy. Ko'ryapsizmi? Shu yerda nima bo'lib ketaverar ekan? Xohlasa 3 ta ekson, bitta intron ham kelishi mumkin. Ya'ni bunda tartib yo'q. Prosta ekson ham bor, intron ham bor. Tushunyapsizmi? 3 ta ekson bu, bitta intron bo'lishi ham mumkin. 5 ta intronga bitta ekson bo'lishi ham mumkin, tushunyapsizmi? Xohlaganiga prosta genlar majmui ekson bilan introndan tashkil topadi. Tushundinglar? Endi informatsiya RNK ko'chirib olinadi. Transkripsiya jarayoni bo'ldi-da, informatsion RNKga ma'lumot nima qildi? Ko'chib o'tdi. O'sha jarayonda ekson ham o'tadi, intron ham o'tadi. Tushundinglar? Ekson ham intron ham o'tadi. Ekson ham intron ham o'tgandan keyin informatsion RNKdan to'g'ridan-to'g'ri oqsil chiqarib bo'lmaydi.
Tushuntirib oldimmi? Mumkin emas. Chunki ichida nima ham bor? Intron ham bor. Demak, ham exon ham intron joylashgan narsada to'g'ridan to'g'ri nima chiqarib bo'lmas ekan? Oqsil chiqarib bo'lmas ekan. Tushunarli? O'sha jarayonda eslab qo'ying. O'sha jarayonda informatsion RNKdan matritsali RNK hosil bo'ladi. Tushunarli? Qanaqa RNK ekan? Matritsali RNK. Matritsali RNKda faqat nima bo'lar ekan? Exon bo'ladi. Demak, informatsion RNKdan matritsali RNKning farqi nimada desa, informatsion RNKda intron ham bo'ladi. Matritsali RNKda esa bu narsa bo'lmaydi. Faqat exon ma'lumot saqlangan qismda o'zi bo'ladi. Ya'ni katta narsani ko'tarib yurmaydi-da, kichkina o'sha ma'lumot o'zini olib keta qoladi bu. Tushuntirib oldimmi? Ana endi o'sha matritsali RNKdan eslab qo'ying. Mana bu jarayonda, ya'ni informatsion RNKdan matritsali RNKning ko'chirilishi tushuntirib oldimmi? Qo'pol paytida bunday ko'chiradi, mana bunday kesadi. Tushunarli? Bunday kesadida kesgandan keyin bular o'zini olib ketadi, intronlar qolib ketadi. Tushunarli? Demak, exonlar o'zini kesib oldida intronlardan voz kechdi. Endi mana shu jarayonda informatsion RNKdan matritsali RNK o'tgan joy nima deyilar ekan? Splicing deyilar. Demak, transkripsiyadan keyin translyatsiya bo'lmas ekan. Transkripsiyadan keyin splicing bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Splicingdan keyin translyatsiya. Tushuntirib oldim? Birinchi transkripsiya, keyin splicing, keyin oxirida transkripsiya. Translyatsiya bo'ladi. Tushuntirib oldim? Translyatsiyasi o'zi namoyish etmoq degan. Futbol sharhlagan deb eshitadilar, to'g'rimi? Haligi tun yarmidan oqqanda tungi translyatsiyamizni o'qishga ketadilar. O'sha translyatsiya degani namoyish etmoq degan. Endi o'sha exonlar asosida oqsil nima bo'ladi? Tushunarlimi? Qanday bo'ladi? Ana bu ribosoma degan oqsil, ribosoma degan organoidni printerga o'xshatsak bo'ladi. Printer o'rtasiga shuni sifatda bitta bosganingda, knopkani bosing, kopirovat chiqaradi, to'g'ri? Xuddi shunga o'xshab ko'chirib chiqaradi. Faqat ko'chirgani mana 3 ta bitta amino kislota, 3 ta naqa amino kislota, 3 ta naqa amino kislota va hokazo davom etadi. Endi exonni bittasi 3 ta 4 ta nukleot bo'ladi. Hozir sizga tushunishga o'xshatlayapman. Bitta nukleot qo'raq oldim. Aslida bu yerda nukleot ko'p bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim 3 ta nukleotid bitta nima ekan? Amino kislota bo'ladi. Tushunarli? Endi mana bitta amino kislota ko'chirilyapti, to'g'rimi? Amino kislota chiqyapti. Amino kislotalar o'rtasida qanaqa bog' bo'lardi? Peptid bog' bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu peptid bog' asosida demak oqsillarimiz chiqib turadi. To'g'rimi? Endi masalan ko'raveramiz. Qisqa yo'lda tushuntiraman. Boya aytdiki, informatsion RNK bitta zanjir, to'g'rimi? DNKmiz ikkita zanjir, to'g'rimi? Matritsali RNKmizda faqat nima bor edi? Exon bor. Endi bu yerda biz ichida splicingni ko'rib ketishimiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Jadval chizib olasan o'zing uchun. Bizga shunday masala tushdi, jadval chizib olamiz. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tani bo'lamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to'g'rimi? Bo'laman. Demak, birinchi nima kelgan? Exon. Exon. Keyingisida intron. Keyingisida exon, intron, exon, intron va exon kelgan, to'g'ri? Buni qanday ijod qiladi? Birinchi o'rinda bizni chalg'itayotgan narsa bor. Bizda informatsion RNKni berganda DNKdan sintezlab ketadi, to'g'ri? Demak, men buni nimaga aylantirib olishim kerak? DNKga aylantirib olishim kerak, to'g'ri? Informatsion RNKda 8 mingta nukleotid bo'lsa, DNKda qancha bo'ladi? 16 mingta bo'ladi, to'g'ri. Chunki bitta zanjirida 8 mingta bo'lsa, ikkita zanjirda 16 mingta bo'ladi, to'g'ri? Endi biz shuni topishimiz kerak. Qanday topamiz? Birinchi exonim 10 dan 1 ekan. 16 mingning 100% bo'lsa, 10% bo'ladi. 10%ni x. Bilmayapti. Shuni oldiga topib ketsak bo'ladi, to'g'ri? Qancha? 1600. Birinchi exonni topdimmi?
intro nima xuddi shundaymi? 1600 ga. Buni ham ichga qo'y. Bu 3200 200 bo'ladi, chunki 10 dan biri 1600 bo'lsa, 10 dan 2 3200 3200 bo'ladi, to'g'rimi? Siz tushunyapsizmi? Ana. Hech. Tushunayapsizmi? Tushunmasangiz so'ra. Yana tushuntiraman. Tushunmasangiz. Demak, 10 dan 2 ikkinchi egzonim chiqdimi? Keyingi intronim 1600 da. Aha, buni ham topdim. Bunisi ham 1600 da. Topdimmi? Bunisi 3200 da. Topdim. Bunisi 3200 bu 2 mi? İki yaş işten çıkarttı. İşte. necha yoshim kerak? 2 2 yoshim kerak? Ha. 3200 da. Mana. Endi menda informatsion erenkamda qanchadan egzon, qanchadan intron borligi ma'lummi? Shu ma'lum, to'g'ri? Endi men bunda kechikib qolaveraysiz. Endi men bundan splicing qiladigan bo'lsam, faqat nima o'tadi? Egzonda o'zi o'tadi, to'g'rimi? Egzonda o'zi o'tadi. Hisoblayman. 1600 plus 3200 3200 plus 1600 1600 plus 3200 plus Karonga koyardı. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ha bu to'g'ri ekan. O'sha qancha bo'ladi? 9600 qancha chiqdi? 9600. Bu nimada bu? Ha, doğru. Ha, matritsali ekan. Tushunyapsizmi? Egzonlarni o'zi qoldi, intronlar chiqib ketdi, to'g'rimi? Endi menda faqat matritsali ekan qoldimi? Endi men bundan nima chiqarishim kerak? Translyatsiya qilishim kerak, to'g'rimi? Translyatsiya bo'lishi kerak. Endi translyatsiyada vitamin nisbatan nechta nukleat bo'ladi? 3 ta bo'ladi, to'g'ri? Endi bundan nechta nukleat chiqishini aniqlash uchun 9600 ni bo'laman 3 ga. Nechi bo'ladi? 3200 200 mi? 3200 ta. Hop. Adam endi nima so'rayapti? Amino kislota sonimi? Demak 3200 ta nima chiqar ekan? Amino kislotani soni chiqar ekan, to'g'rimi? İkisinden so'radi, ularning og'irligi so'radi. Buni hal aytmadim. Amino kislotaning bittasining og'irligi 120 dalda. Demak, buni nima qilib qo'yishim kerak? 120 Nechi bo'ladi? Nechi bo'ladi? Mana ruxsat bermay kalkulyator ishlating. Kamon taxta ishlating. Davay ko'raylik. 384 3 tane. 384 Katta sonlarga ishim tushmagan o'xshaydi. 284 ming dalton. İkincisi ma'lummi? Ha. 384 ming dalton. Chiqdimi? Bayram ma'lummi? Endi sayim qoldimi? Peptid bor. Amino kislota. Peptid bor. Amino kislota sonidan peptid bor. Amino kislota sonidan har doim bitta kam keladi, to'g'rimi? Shunchaki vaqt bo'lishi kerak amino kislotadan. 3200 dan aylanma 3199 ta peptid bor. Tamam. 3199 ta peptid. Oson ekan? Ha. Shuni olaylar. Ha. Egzon intronga tushundinglar? Ishlasa bo'ladi. Ha. Ya kiyim Yok. ishlasa bo'ladi. Ha.